Prezidentimizning naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda belgilangan vazifalar ijrosi doirasida Qo'shtepa tumanida viloyat soliq boshqarmasi tomonidan seminar bo'lib o'tdi. Ushbu farmonning asosiy maqsadi raqamli tranzaksiyalarni rag'batlantirish, soliq ma'muriyatchiligini yaxshilash va iqtisodiyotni rasmiylashtirish orqali moliyaviy shaffoflikni oshirishdan iborat. Seminarda naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish, biznes yuritishda raqobat muhitini yanada rivojlantirish, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishning samarali mexanizmlarini joriy etishdan ko'zlangan maqsadlar haqida ishtirokchilarga tushuntirishlar berildi. 2026-yil 1-apreldan boshlab davlat xizmatlari ko'rsatish, elektr energiyasi va gaz uchun to'lovlar, alkogol yig'imlarini to'lash, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari hamda zaryadlash stansiyalarida qiymati 25 million so'mdan yuqori bo'lgan tovarlar va xizmatlar hamda ko'chmas mulklarni oldi-sotdi qilish jarayonida naqdsiz hisob-kitoblar amaliyoti joriy qilinmoqda. Mazkur hisob-kitoblarda yagona QR kod orqali to'lov amalga oshirilmoqda. 2026-yildan boshlab o'sha amalga kiritilayotgan soliq o'zgarishlari bugungi seminarda ham soliq to'lovchilarga yetkazildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ular tomonidan kelgusida soliq solish obyektlarini hisobga olishda hamda o'sha soliqlarni hisoblab chiqarishda hatto kamchiliklarni oldini olish. Ishtirokchilar va mutaxassislar o'rtalarida bo'lib o'tgan muloqotlar davomida tadbirkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar, faoliyatlarni yanada iqtisodiy qo'llab-quvvatlashga doir masalalar haqida ham aytib o'tildi. Prezidentimiz farmonlarini birinchi yaxshi yoqqan tarafi tadbirkorlar va o'zini band qilgan fuqarolarda soliq hisobdorligida yoki soliq hisobotini topshirish majburiyatidan ozod etilganligi, ya'ni qaysi ma'noda xolis paynet tizim orqali ulangan taqdirda ularga soliq hisobotlar avtomatik jo'natilishi tomoni ma'qul keldi. Keyingisi yuridik subyektlarda hisobchilar yoki bo'lmasa yuridik subyekt rahbarlar uchun soliq hisobotini kechiktirganlik bo'yicha ma'muriy jarimalarda qo'llanilishidagi berilgan yengillik ham men uchun ayni muddao. Sababi shaxsiy omillar sababli hisobotlar bir kun yarim kunga kechikadigan bo'lsa, bu yuridik shaxs mansabdorlariga nisbatan 10 baravargacha bo'lgan ma'muriy jarima solinishi sabab bo'lardi. Bu yangi farmon bilan shu narsa minimal miqdor 3 baravargacha kamaydi. Keyin 3 oygacha agar hisobot topshirish tartibini intizomini buzmagan yuridik shaxslar uchun 5 kungacha kechiktirilgan hisobotlar uchun jarima solinmasligi tatbiq qilindi. Bu ham biz uchun yoki bo'lmasa o'sha soliq to'lovchi yuridik shaxslar rahbariyati, ma'murlar uchun bu ham juda yaxshi yangilik deb hisoblayman. Seminarda viloyatimizdagi barcha shahar tumanlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va mavzuga daxldor soha mutaxassislari onlayn tarzda ishtirok etdilar. Tadbir yakunida esa asosiy maqsad shaffof iqtisodiyot va adolatli biznes muhitini shakllantirishdan iborat ekanligi uqtirib o'tildi.